Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, Chekladar kompaniyasining, Gemali kompaniyasining aziz muxlislari, biz bugun Urganch Shovot yo'lida joylashgan bino inshootdamiz. Bu yerda katta ma'muriy bino qurilyapti. Mana qurilishi foydalanishga topshirish jarayonlari bo'lib turibdi, xudo xolasa. Binomiz 3 qavat, jami isitish maydonimiz 700 metr kvadratdan ziyodroq bo'ldi. 3 qavatimizni hisoblaganda patologlarimiz 290, binomiz g'ishtdan qurilgan, uchlari temir beton plita bilan bostirilgan. Devorlarimiz hammasi bazaltoviy pokritya bilan izolyatsiya qilindi. Mana shu yerni egalari bizadan mana shu binomizning isitish masalasini qo'ydilar. Biz mana bu yerda bu tomonda oshxonasi, mana bu yerga bizlar kotelni qilib qo'yardilar. Dimoxodimiz staloy dimoxoddan qo'ydik, lekin hozir zavodskoyga o'zgartirish rejasini qilib turibmiz. 42 kilovatlik Pro 42 turbo kotelni qo'ydik. Pro 42 turbo bilasizlar, ventilyatorli kotel. Hozir mana kotelni bilan donishib chiqamiz. Mana bu kotelimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ikkidan Pro 42 turbo kotelimiz bor bu yerda. Mana ventilyatorli avtomatika bilan. Hozir havo uncha sovuq emas bo'lgani uchun biz bittasini ishlatdik, bittasini ishlatmadik. Mana ustanovlenный temperaturamiz 70 gradus, kotelimiz 68 gradusda ishlab turibdi. Sistemamiz kollektor qildik. Mana bu podachamiz stolovga birinchi etaj, uchinchi etaj, ikkinchi etaj, birinchi etajga ketadi. Ikkidan kotellar obrotkada qatib keladi. Mana bu yerda obrotkamizda kuxnya, uchinchi etaj, ikkinchi etaj va birinchi etaj. Hozir birinchi etajga yuboramiz suvni. Ikkinchi etaj, uchinchi etajlarga borib turibdi. Mana chiqish temperaturamiz sal farqlar bo'lib turibdi. Bu yerda 65 ni ko'rsatib turibdi. Faktiski kotelimizda 66 gradus getish. Tak, 50 litrlik vakuumli bakni o'rnatdik. Dimoxodlarimiz baland bo'lgani uchun, o'zi bilasizlar Pro 42 da 200 lik dimoxod qo'yiladi. Dimoxodlarimiz baland bo'lgani uchun biz 150 lik staloy dimoxod bilan ishladik. Podachalarimiz ham, apparatkalarimiz ham 32 lik turbo bilan ishladik hammasini. Radiatorlarimiz Akfa klassik bo'ldi. Ichkaridan полностью подключ hammasini topshirdik. Подключениямыз, podachamiz yuqoridan, obrotkamiz radiatorlarda pastda oldi. Bular bilan ham bu qator danishib chiqamiz. Xullas, Pro 42 kotelimiz mana xudo xolasa aytganimizni qilib bemalol ishlab turibdi. Dimoxodimizning ishlashi. Kotelimiz sovugani uchun hozir ventilyator qo'shdi. Bu binomiz 3 qavat. Bu mana binomizni ko'rinishi, katta koridorimiz va shunday xonalardan iborat. Подключенияларni ko'rib turganingizdek, yuqoridan и pastdan devorni ichidan olib o'tganmiz trubolarni. Hamma yerda shu. Birinchi qavatimiz bu. Bu yerda katta xonamiz. Bu yerda ikki tomonda lestnichni plashyatkamiz. Mana bu yerda bitta radiator. Hozir narigi tomondan chiqamiz. Mana bu yerda ikkinchi lestnichni plashyatkamiz. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Xudo xolasa. İkinci qavatimiz ham shu birinchi qavatni takrorlaydi. Bu yerda уже kafellar qo'yilgan. Radiatorlarimiz issiq. Mashinaning ko'rinishdagi obyektimizni ikkita Pro 42 turbo bilan qizdiryapmiz, xudo xolasa.
Bu yoqda 3-qavatimiz. Üçüncü qavatimizdan xuddi shu narsani takrorlaydi. Hammasini bir xil bitirildi. Qisqacha obzorimiz shu. Hozir stolovniga yuramiz. Mana bu yerda oshxona binomiz. Mana bu yerda prigotovkasi, bu yerda ovqatlanadigan joy. Kafillar yangi bosilgan, shuning uchun o'tmadik. Mana radiatorlarimiz joylashgan. Xullas muhtaram gruppadoshlar, mana bu obyektimiz ham xudo xolasa amalga oshirgan ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana kotelimiz stabilni ishlab boshladi. Xudo xolasa hamma etajlarimizda ravnomerniy qizdi. Hozircha uncha katta temperatura kerakmas deb aytdilar. Shuning uchun boshqa o'tin solmadik. Mana kotelimiz уже 55 gradusga tushdi. Obyektlarimizda hamma yerga issiq suv bordi. Hamma narsani tekshirdik. Xudo xolasa obyektimiz topshirildi. Hammangizga taklif qilib qolamiz. Teplodar kompaniyasida ishlab chiqarilgan Cooper seriyali kotellar bilan uylaringizni isitishni va albatta Ali Group kompaniyasi bilan birga keyingi videolarda görüşünce kadar.